Shahar tashqarisiga chiqqanda toza havoda maza qilib dam oladigan joyni ko'rsataman. Bu yerni havosini toza deyishimga asos yetarlicha. Oqtoshni hamma nafas yo'llari bilan muammosi bor insonlar juda ham yaxshi bilishadi va shu yerdan toza havo olgani kelishadi. Tabiat qo'ynida, pokiza joylarda maza qilib ovqatlanishga nima yetsin? Uning uchun Oqtoshda joylashgan Quyosh restoraniga kelish kerak. Quyosh restoranida asosan Buxoro taomlari tayyorlanadi. Men suyug'iga bolta sho'rva ichib ko'rdim. Menga juda yoqdi. Go'shtlarini qarang, xil-xil bo'lib pishibdi. Ketidan navbatni olot somsaga berdim. Souslari bilan juda zo'r ketdi. Buxoro oshxonasida shashlikni o'rni baribir boshqacha. Shashliklar juda ham zo'r pishgan. Assortimenti ham ko'p ekan. Shashliklari katta-katta ekan. Go'shtlari ham yiri-yiri. Vagurining 3 xili bor ekan. Men 2 xilini yeb ko'rdim. Oddiy vaguri va pista vaguri. Go'shtni suvli qilib qovurishganiga bitta laykmi? Bu yerda maza qilib ovqatlanishingiz uchun ichkarida, tashqarida, terrasada, bundan tashqari tapchanlarda ham joylari bor. Eng asosiysi har tomondan tabiatni maza qilib ko'ra olasiz. Agar tapchanda dam olmoqchi bo'lsangiz, tapchanlar 300 ming so'mdan 12 soatga beriladi. Narx-navolarini Telegram kanalimga menyu shaklida joylab qo'yaman. Quyosh restorani Oqtosh, Quyosh tepada joylashgan. Ertalab 10 dan kechki 12 gacha ishlashadi. Shanba-yakshanba kuni kelishdan oldin albatta telefon qilib bron qilib qo'yinglar. Bu videoni sizni toqqa olib chiqishi kerak bo'lgan odamga jo'natib qo'ying.